Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiklal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Xitoy tor yozuvchisining maqolasi aksicha Sharqiy Turkistondagi zulmni oshkorladi. Yaqinda Xitoydagi bir tor yozuvchisi Uyg'urlarga aloqador bir maqola e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini madhilash maqsad qilingan bu maqola aksicha Xitoyning jinoyatlarini oshkorlab berdi. Bir necha kun burun Xitoyning dangliq tor bekiti bo'lgan kuzatuvchi torida G'arbiy yurt qo'riqchibek mahkamasi nomidagi bir Xitoy analizchi Uyg'urlar haqida bir maqola e'lon qilgan. Mazkur maqolada u Sharqiy Turkistonda ko'rgan bir qism o'zgarishlardan hayajonlanganligini, turli siyosatlar natijasida Uyg'urlarning ideyada ozod bo'lganligini, millatlar ittifoqligining kuchayganligini aytib bildirgan. Mazkur Xitoy maqolasida ikki masalani nuqtaliq tilga olgan bo'lib, buning birisi oshxonalardagi butunlay xitoycha yozilgan tomoq tizimligi bo'lgan. U burunqi vaqtlarda Uyg'urlarning oshxonasidagi tomoq tizimligining Uyg'urcha yoki Uyg'urcha xitoycha yozilganligini, navbatda butunlay xitoycha yozilib, aloqani qulaylashtirganligini bayon qilgan. U bu ahvolni Uyg'urlarning ideya ozod bo'lishi, atalmish Junxo millati oilasiga singib kirishi ve milletlerinin yuğuruluşunu aks ettirganligi deb jar salgan ve Xitoyning atalmış qo'shmoq tuqqan siyosati, Xitoy til yoziqini umumlashtirish siyosati natijasida bu vaziyatning maydonga kelganligini da'vo qilgan. Xitoy yozuvchi maqolada tilga olgan yana bir nuqta halol tomoq masalasi bo'lib, u Uyg'urlarning bundan ilgari diniy ideyaning kishallishi ve an'anaviy odatlari sababli cho'chqa go'shiga yaqin yo'llamaydiganligini, bu sabablik Xitoylar bilan Uyg'urlarning aloqasiga to'salg'u shakllanib kelganligini, Xitoyning turli siyosatlari, jumladan nurg'unlagan Uyg'ur o'quvchilarni Xitoy o'lkalariga o'qishga avatishi natijasida Uyg'urlarning cho'chqa go'shiga bo'lgan kamsitish, bir taraflama qarashining o'zgarganligini, ideyada ozod bo'lib qaloq odatlarini tashlaganligini, bugungi kunda Uyg'urlarning Xitoy oshxonasida tomoq yeyishning normal bir ishga aylanganligini aytib, numussizlarcha bildirilgan. U Xitoyning bundan ilgari siyosatlarini misol tariqasida bayon qilgan bo'lib, oldingi yillarda nurg'un Uyg'ur kadrlarining o'quvchilarning halol yemaklik masalasida maqola e'lon qilib, o'zlarining Uyg'ur ammo musulmon emasligidek maydonni aniq jakarlaganligini, ko'plagan Uyg'ur kadrlarining bosh bo'lib Xitoy oshxonasiga kirib cho'chqa go'shi yeganligini alohida tilga olgan. Mazkur Xitoyning maqolasi Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikni, jumladan Xitoyning majburiy assimilyatsiya qilish, diniy bostirish, til yoziqni cheklash qatorliq jinoyatlarini va uning natijalarini ma'lum darajada oshkorlab bergan. Bularga qaramay ishg'oliyatchi Xitoy Uyg'urlarining barliq haq-huquqlarining e'tiqod erkinligining kafolatga ega qilinganligidek safsatsini bozorga silib, xalqaro jamiyatning xususan islom dunyosining ko'zini bu yoshga urinib kelmoqda. Xitoyning Tayvandagi josuslik harakati sezgurlikni kuchaytirdi. Tayvan Demokratik Gullanish partiyasining tekshirish komiteti partiya intizomi va davlat bexatarligini qo'g'dash uchun Xitoy Kompartiyasiga josuslik qilishga chetishliq 5 partiya a'zosini qo'g'lab chiqarganligini e'lon qildi. Markaziy axborot agentligining xabariga asoslanganda, taftish organining tekshirishida mazkur gumondorlar Xitoyning josuslik organi tomonidan qabul qilingan. Tayvanga qaytib kelgandan keyin prezidentning do'st davlatlarga qilgan ziyoratini o'zicha olgan ma'muriy maxfiyatlikni to'plagan deb gumon qilingan. Tayvanning rasmiy soliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, yaqinqi yillardan buyon Xitoy kommunist rejimiga josuslik qilish jinoyati bilan ayblanganlarning soni shiddat bilan oshgan. Pensiyaga chiqqan va aktiv Tayvan harbiy xodimlari Xitoy Kompartiyasining singib kirish harakatining asosli nishoniga aylangan. Tayvan davlat bexatarlik idorasi bultur 64 kishining Xitoy Kompartiyasiga josuslik qilganligi uchun ayblanganligini, 2022 va 2023 yili bu sonning ayrim holda 48 va 10 ekanligini o'tirg'a qo'ygan. 2024 yili ayblanganlar ichida 15 pensiyaga chiqqan harbiy xodim va 28 aktiv harbiy xodim bor bo'lib, ularning eng og'ir jazo muddati 20 yil ekan. Yaqinqi bir necha yildan buyon Xitoyning har qaysi davlatlardagi josuslik harakatlari va josuslari orqa-orqadan pash bo'layotgan bo'lib,
jasusluq qilgan Xitoy fuqarolari bo'lib qolmay, yana chet el hukumatlarining amaldorlarini, hatto Uyg'ur tashkilotlarining a'zolarini o'z ichiga olgan. Etnik tantarbiya kultur festivalida Uyg'urlarmi o'rin oldi. Turkiyada 22 maydan tortib 25 maygacha davomlashadigan 7 navbatlik etnik tantarbiya kultur festivali Istanbul Atatürk aerodromida o'tkazilishga boshladi. Sharqiy Turkiston uchun maxsus chedir qurilib, Uyg'ur kulturi tunishtirildi. Yilda bir qitim davomlashib kelgan mazkur festivalga bu yil 35 davlatning vakillari ishtirok qilgan bo'lib, o'qiya itish, ot baygisi qatorliq an'anaviy tanharakatlar, o'yinlar, an'anaviy san'atlar va boshqa turli faoliyatlar ziyoratchilarning huzuriga sunildi. Ichilish murosimiga davlatning muhim arboblari, har qaysi davlatlarning diplomatlari qatnashib, tabrik so'zi qildi va bu festivalning ahamiyatini alohida ta'kidlashdi. Bu yillik festivalda Sharqiy Turkiston Nozugum kultur va oila jamiyati Sharqiy Turkiston uchun maxsus chedir qurib, Uyg'ur kulturini tunishtirdi. Chedirga Sharqiy Turkiston bayrog'i, Uyg'urlarning an'anaviy kiyim-kechaklari, yemak-ichmaklari, san'atga to'yingan turmush buyumlari, san'at asarlari qo'yilib, ziyoratchilarning diqqatini tortdi. İran bilan Amerika Rimda 5-qatimliq yadro suhbati o'tkazdi. İran bilan Amerika Tehronning tez sur'atda ilgarilayotgan yadro programmasi to'g'risida juma kuni Rimda 5-qatimliq yadro suhbati o'tkazdi. Prezident Donald Trump rahbarligidagi Amerika hukumati Tehronning qiyin ahvoldagi iqtisodiga qaratilgan embargolarni bekor qilishga kafolatlik qiladigan har qanday tariqada kelishim hosil qilingan taqdirdami, İranning uran qo'yildirishni davomlashtira olmaydiganligi fikrida ching turmoqda. İran Tashqi ishlar ministri Abbas Araqchi juma kuni atiganda to'rda e'lon qilgan bayonotida İranning uran qo'yildirishiga yo'l qo'ymaslikning kelishim hosil qilinmaydi deganlik bo'lganligini ta'kidlagan. U ekiz hisobida e'lon qilgan bayonotida kelishimga ilib boradigan yo'lni tepish unchavola murakkab emas, hamda qaror chiqarishning dal vaqti keldi degan. Doiralar suhbatning qayerda o'tkazilganligi haqida bayonot bermagan bo'lsa-mu, ammo yana bir qatimliq suhbat Omanning Italiyaning poytaxtida turishliq elchixonasida o'tkazilgan edi. İranning uran qo'yildirish masalasi suhbatning halqiliq nuqtasi bo'lib, suhbat Amerikaning İranga yurgizgan va yarim asrlik dushmanligini oxirlashtirgan iqtisodiy embargolarning bir qismini bekor qilish badliga İranning yadro programmasini cheklashni nishon qilmoqda. Trump agar kelishim hosil qilinmasa, İranning programmasini nishon qildigan havo hujumi qo'zg'aydiganligini aytib ko'p qitim tahdid solgan. İran doiralari qurol darajasiga yaqin qo'yiladigan uran zapasi bilan yadro qurollariga erishish ehtimolligining borligi to'g'risida taxmo ko'p ogohlantirish bermoqda. Lekin İran tashqi ishlar ministrligi uran qo'yildirishning davlat chegarasi ichida davomlashish kerakligini ta'kidlamoqda. İran 2010-yildagi suhbatda o'xshash tariqada bir yiqilg'u almashtirish taklifini sungan. Ammo bu taklif qiziqish qo'zg'amagan edi. Hürmetli görürmenler, bugünkü xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizlarga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Allohga omonat.